Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Pattisda yana Xazarasi bozorindamiz. Bugün 15 yanvar sanasına göre dolar kurslarını aytib o'taman. Bugün dolar kursi 1.195.000 so'm, rubl 150 dan tenge 23.000 so'mdan bo'lib turibdi. Bugungi 15 yanvar sanasına göre shunday baholarda olib bilasiz. Bugungi bozorimiz xudo xolasa yaxshi boshlandi. Yine ahvolini yurtisiz. Zakonni bemalol kelarasizlar. Sizlarga yana skidkalar bilan bugungi bozorlar bilan tanishtirishga davom etamiz. Kuzatib boring, albatta qo'llab-quvvatlab turasiz deb umiddaman. Ne Xazarasi toza bozorga giraverish darvozasi. Bu taraf bag'asdanki, nepkimlar xudo xolasa video obzorimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Qani yangiliklar bor dedi, shu haqida qisqacha bilib olsak. Ne yangiliklar bo'lib turibdi bizlarda? Neçtalar geldi 50.000 so'm. Yine. Duvoykeler. Yine 50.000 so'm. 50.000 so'mdan. Tamam. 3. Pazar günü Şavat rayonlarına paramak. Evet, fiyatlarım başımda benim. Yine. Başka günler bir yere çıkaram. Çalmurlar geldi. 50.000 so'm ular. Yine göğnek işte onlara 50.000 so'ma tushirib berdilar. Gap bo'lishi mumkin emas, shunga qarang. 50.000 so'm yine. Rozoviy svetam bor yine. Her xillari bor ekan. Gö'neklarga qaranglar, bir-birisidan chiroyli, ajoyib. Zibani çalline çırakan bak. Serkette. Bak yine. Yine. Çalvurlar geldi yine. Karan yine. Şarvullarım geldin. Ha van 40.000 so'm bu. 3x yıldan 5x yıl aça yine. Yine İnşallah. zerli zersiz yine çalvurlarım. Fazla geldi geleverediler yine. Binekler çipiyiz akır. Gap bo'lishi mumkin o. Tikyo'sam u 50.000 so'ma tikib bermaydi, lekin siz göğnek bertirsiz. Elini bertirtma. Yine kalkutgelerim. Acayip kalkutgeler geldi yine. Antisa baka bertirtma. 15.000 so'm yine. 15.000 so'mdan ha. Yine. Yine. Geleverediler. Gelip görüp olarasiz, şalvar, endi narsalar gap bo'lishi mumkin emas. Hava. Yine niçel asala bak 500 dana geldi bundan. Yine. Kelaverasizlar, ayollarimiz, qizlarimiz sizlar uchun ajoyib yangiliklar zo'r yine. Düğüne kitallarım acayip yenilikleri doğru geldi bugün. Eng yaxshilarini, yine yaxshilarini olasiz, mana qarang. Yine gamaşlarımız var yine arzan yine 35'ten. 35.000 so'm yine. Kalkutkeni gamaşı geldi yine 35.000 so'm. Yine. Her birisi geldi yine kalkutkeler 15.000 so'mdan veremem yine. 35'liki var 15'liki var bunları. Yine. Yine buna 35.000 so'm yine 15'liklerim. Yine 15'liklerim yine. Yine 15 veremem bunları. Ana 15.000 so'mdan gap bo'lishi mumkin emas. Shuncha ayollarimiz, qizlarimizga yaqinlarida yuvarib qo'yasizlar, eng ajoyiblari, yangilarini keltirib ko'ribgan. Nomerlarni qoldiraman. Optimchilar bilishasiz axir, xudo xolasa. 97'den 361 75 45. Shu nomerlar telefon raslar, xudo xolasa. Bastasiz qoldiraman, shu nomerlar telefon raslar, navoda ishini. Optim arzan veremem, ondan ham arzan veremem. Şuradan alıp satamanda insonlar bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlarini telefoninglar ishidagi hamma narsani ko'rib turgan narsalarni xudo xolasa skidka narxlarda ondan ham arzonatib, xolasangiz uydan dastlab ketib beradilar boshqa bozorlarga o'zlari ham. Dastlab ketib beramiz. Bemalol telefon uraverasizlar. Manzillari shu bozorda turibdilar. Bu taraf G'ola bozor 5.000 so'mlik shashlikchilardan doğru o'tgan joyingizdadir Allah. Bemalol chepgan bo'lsa turasiz. Yanında. Alhamdulillah bor ekan. Ne shuda. Kelaverasizlar, xudo xolasa yangiliklarimiz yana davom etadi. Yeni yangiliklar yaxshilarni ko'rjak bo'lsangiz, xudo xolasa shu kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, eng yaxshi yangiliklari, skidkalari kuzatib boraman. Bambuklar geldi yine reklama kadar. Allah yapsın.